أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Qarindoshlar, biz oldingi qatimliq darsimizninki birinchi temasi usulut tafsirininki ta'rifati, tafsir to'g'riliq tushunchalar, ta'vil to'g'riliq tushunchalar va ikkinchi temada ilmu tafsirininki paydo bo'lish jarayoni va uning besib o'tgan tarixiy bosqichlari to'g'riliq so'zlab kelib, ilmu tafsirininki paydo bo'lish va besib o'tgan tarixiy jarayonini 4 bosqichga bo'lgan to'q. Buning birinchisi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davridagi tafsir bosqichi, ikkinchisi sahoba radhiyallohu anhumlarning davridagi tafsir bosqichi, uchinchi bosqichi tabiinlarning rahimahumullohlarningki davridagi tafsir bosqichi, to'rtinchi bosqichi tadvin davridagi tafsir bosqichi 4 qismga bo'lib, oldingi darsimizda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davridagi tafsir bosqichi tugagandi. Undan keyin biz shu Payg'ambar alayhisolamning davridagi tafsir bosqichini tugatgandan keyin ikkinchi marhala sahobalarning davridagi tafsir bosqichininki bir qismini o'qib, ya'ni bu ahvolning jarayonini tugatgandan keyin bularning tafsiridagi ba'zi farqlarining asosiy sababi va bu sahobalarning davridagi sahobalarning tafsirininki boshqalardan farqlanadigan taraflari to'g'riliq mazmunlarni tugatib, manhajus sahaba radhiyallohu anhum fi tafsir degan cho'ng temaga kelgan. Ya'ni sahoba radhiyallohu anhumlarning davridagi tafsiridagi tutilgan yo'l, uslub qatorliqlar haqida so'zlagan to'q. Hozir darsimizni dal shu manhajus sahaba radhiyallohu anhum fi tafsir degan o'rindan boshlaymiz. Endi sahoba radhiyallohu anhumlarningki biz oldingi darsda so'zlagandek Rasulullahning hayot vaqtida tutgan prinsipi biz oldingi soatda o'tdik. Birisi o'zini atrofini qurshab turgan muhitlar bilan Qur'oni Karimni tushunish. İkinci birisi ko'rgan sababi nuzul va voqeliklar bilan va ulardagi arab til uslublari, arab til qoidalariga munosabatlik bilim bilan Qur'oni Karimning shu tarafiga munosabatlik mazmunlarini tushunish. Ma'nodan oshqa vaqtida Rasulullahninki bayoni bilan Qur'oni Karimni tushunish qatorliq bir qancha nuqtani izohli shaklda deb o'tgan to'p. Endi buni bugungi darsda manhaji to'g'risida bir prinsiplashtirib ilmiy shaklda o'tirib qo'yamiz. Ya'ni sahobalarning tafsirdagi tutgan prinsip manhaji tuandagidek 3 xil prinsip bo'lgan. Birisi tafsirul Qur'on bil Qur'on. Birinchi temasi tafsirul Qur'on bil Qur'on. Qur'onni Qur'on bilan izohlash. İkincisi tafsirul Qur'on bil hadis. Yani Kur'an'ı hadis bilan tafsirlash. Üçüncüsü tafsirul Qur'on bil ijtihad vel istinbat. Yani sahabalar agar Qur'onning tafsirini Qur'ondan topolmaganida, Qur'onning tafsirini hadisdan topolmaganida, Qur'onni o'zi Rasulullahga 20 yil jarayonida hamroh bo'lib erishgan malaka iqtidor dinning ruhiy prinsiplariga tayanib va biz oldingi soatda o'tgandek bular Qur'on munosabatlik sharoit va asbobunuz va boshqa munosabatlik masalalarni o'zlashtirgan iqtidorga tayanib va bular biladigan uslublarga tayanib ijtihod qilib turib qanday qilib tafsir qiladi. Endi Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish degan nima desa, Qur'oni Karimning eng cho'ng alohidligi Qur'oni Karimning bir sifati mutashabih deb qo'yamiz. Ya'ni Qur'onning ba'zi oyatlari bu mutashabih, muhkamligi mutashabih emas. Mo'g'oy mutashabih deymiz. Qur'onning ba'zi oyatlariga o'xshaydigini Qur'oni Karim umumiy jihatda bir-biriga shunday moslashgan bir xil shaklda tushirilgan kitob. Qur'oni Karimning bir yerda ixcham shaklda kelib qolgan oyatlarni yana bir yerda izohli shaklda bayon qiladigan. Bir qismining 5-ni bir yerda so'zlasa, oxirisi yana bir yerda tushirilgan. Bir yerda mutlaq keltirilgan oyatlar, yana bir yerda muqayyad keltirilgan. Bir o'rinda am keltirilgan oyatlar, yana o'rinda xos keltirilgan bo'lg'achqa, shu munosabatlik oyatlarni bir yerga to'plab, bir temadagi oyatlarni bir yerga to'plash orqali am oyatlarni xos oyatlar bilan xoslaydigan, mutlaq oyatlarni muqayyad qaydlar bilan qaydlaydigan
Şunun o'xshagan Qur'oni Karimning ichidagi birisi-birisiga munosabatli taraflar bilan o'zaro bir-birini to'liqlash orqali tafsir qiladigan ahvol Qur'oni Karimning tafsirini o'qib boqqan yoki uzoq cho'kkan odamga aydan. Dal sahobalar o'zining davrida Rasulullohdan keyin qolib qolgan davrda Qur'onni tafsir qilishda dal mushu birinchi uslubga ma'noga tayangan. Ikkinchisi biz oldingi soat deb o'tganimizdek Allah Qur'oni Karimni tafsir qilish, bayon qilish huquqini va mas'uliyatini payg'ambar alayhisolatu vasallamga yuklagan bo'lib, inna anzalna ilayka zikra lin-nas ma nuzila ilayhim degan oyat bilan payg'ambar alayhisolamga tafsir qilish, bayon qilish huquqini bergan. Shuning bilan Rasululloh shunga munosabatlik, tafsirga munosabatlik nurg'un hadislarni so'zlagan. Sahaba Resulullah'ın bu hadislerini yadılıb alğan, bazı iş fəaliyyətlərini, Qur'anın tədbiqatlarını Resulullah'ın özləşdirən, anda oğandan keyin Resulullah'ınki iş fəaliyyət və gəp sözləri. Buna çıxan vaxtda sünan qavliyyə və sünan fi'liyyə və sünan təqririyyə Qur'an-ı Kerim'ninki bir əməli təfsiri hesablanğan boğaçqa sahabalar bulanı Qur'an-ı Kerim təfsir qilishda ikinci mənhəc qılğan, ikinci yol qılğan. Üçüncüsü, eğer Kur'an'ın tefsirisi Kur'an'dan tepilmağında, Kur'an'ın tefsirisi hadislerden tepilmağında, andaki sahabeler biz bayatın tıkınımızda özdeştirgen Kur'an-ı Kerim'e münasebetlik bilimle, məlumatlarga tayınıp turup, Kur'an-ı Kerim'de tefsir kılışta ictihat, istinbat kılgan. Mana bu sahabeler özlerininki tefsirleri tutkan yol, Abdur bugünkü derste, yani sahabelerninki tefsir üç noktanın asası bayan kılmakçı, kana Abdur'un nimdeydi qarab bakaylı. يقوم منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير على ثلاثة أسس. Sahabe radıyallahu anhumların tefsirdeki menheci 3 asasi prinsipka asaslanıp durdu. Yani tayinidu. Birincisi el-evvel tefsirul Kur'an bil Kur'an. Kalemden sisi bilen yani. İkincisi şu betnin asıdaki tefsirul Kur'an bi akvalir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ma o ikincisi. Üçüncüsü kendiki betteki el-thalith el-ictihad vel-istinbat. Yani tefsirul Kur'an bil-ictihad vel-istinbat. Mana ma üçü sahabe radıyallahu anhumlarınki Kur'an tefsir kılıştaki tayinadigan asasi prinsipi hesablanıdı. Qani kelayli. Kur'an bilen Kur'an'ı tefsir kılış meselesi kelsek Abdur çöndürüşüp devatıdı. Fe inne. Çünkü fe innedeki fe ve inne ikisi koşulup çünkü ifade. Çünkü Kur'an'ın ayetlerinin içinden bir orunda ixcham kelganlar bulup, yeni bir orunda mübeyyen şekilde kelgan. Yani şu ayetlerin içinden icaz ve ayetler olup ve istinat ve ayetler olup, icaz ve ayetlerine kısaca bayan kılınan mezmunlar, istinat yani kenar bayan kılınan orunlar bilen tefsir kılındı. Yani şu ayetlerin içinden, Kur'an'ın içinden umum şekilde kelgan ayetler olup ve husus şekilde kelgan ayetler olup, husus şekilde kelgan ayetler, umum şekildeki ayetlerini taslaydı eğer münasebet olup kalsa. Yani şu Kur'an içinden afihi itlaq, mutlak mezmunlar, mutlak şekilde tılgınlanan ayetler ve afihi taqiyeti qeyd ba ayetler var. Mutlak şekilde kelgan, yani mutlak şekilde sözlenген ayetler, qeyd şekilde kelgan ayetler bilen qanday qılındı? Qeydlanıp bayan qılındı. Yani ma'nun o'xshash ayetler yufassaru ba'duhu bi ba'd. Yani ayetlerninki bir kısmı bilen tefsir kılındıgini am xas bilen tefsir kılındı, mutlak muqayyad bilen tefsir kılındı, mujmal mubayyan bilen tefsir kılındı, qisminin 5'i ayı bilen tefsir kılındıgan gap. Demek mesela deyli yani Kur'an'ın kısımları kelsek mesela ca'at fi ba'dil mawadi. Bazı urullarda mucaz kelegeli yani kısa kelegeli. Ve ca'atul qissa nafsuha yani şu kıssanın özü fi mawdi ahar yani bir orunda mufassala kelegeli. Mesela Adem Aleyhisselam'ın kıssası, İblis aleyhi la'nının kıssası, Musa Aleyhisselam'ın kıssası, Firavun aleyhi la'nının kıssaları bunu oku Allah'a bu natuş mesele emas. Mana ma xildiki Kur'an bilen tefsir kılıngan ma tür tefsir yollarındaki en güzel yol o İbn Teymiyye rahimehullah özününki Muqaddime fi usul tefsir namlı kitabında tunuşturgandak. Ma birinci xil sahabelarning tutgan manhaji. İkinci sahabelarning tutgan manhaji Kur'an'ni Resulullah'ın aqvallari bilen tefsir qilish. Aqvallari bilen degan gapning o'rniga Resulullah'ın hadis bilen bi ahadisir Rasul deb desek ve kengroq. Çünkü Resulullah'ın hadislarining ichida aqvallardan boshqa af'allarmi bor va taqrirotlarmi bor. Qur'oni Karimga hammasini bulalaydi, o'xshashlar tefsir bulalaydi. Agar sahabalar radhiyallohu anhumlar oyatning tefsirini Qur'onda topamagan vaqtida bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilib Rasulullohdan shu haqda so'raydi. Rasululloh aytib qolsa, "Fabayyanaha lahum"
Şunun bilan Rasululloh u oyatlarni sahobalarga bayon qilib berdi. Chunki Alloh bu haqda bunda deganki: "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun." Biz oldin darsliklarda, dars so'zlash jarayonida mayat necha so'zlab bo'ldik. Demak, sahobalarning manhajidagi ikkinchi tafsir manbasi hadislar. Masalan, biz o'qiyotgan shu Sahihul Buxoriy, Sahihul Muslim, boshqa tafsir kitoblarga qarasak-mo, bularning hammasida maxsus hadislarning ichidagi tafsirga munosib hadislar ayrim ajratilgan bablar alohida ko'zimizga chalaqadi. Shunga olib turdi aytadi: "Vaqat afradat kutubus sunna baban lit-tafsir bil ma'sur." Ya'ni sunnat kitoblari degani hadis kitoblari ma'surlar bilan degani, ya'ni hadislar bilan demakchi hozir. Hadislar bilan qilingan tafsirga maxsus bir babni ayrim ajratgan, afrada degan ayrim ajratgan bo'lib, bu babda bu kitoblar Peygamber Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'ni kılgan tefsirinin nurgullarını tilgağan. Mesela Sahih Buxoriy okugan her qanday o'quvchiga notunish emas. Kitab-ı tefasirde ta sura Fatiha'dan başlap ahirisi sura Nas'gacha hamma suralarga munosabatlik hadislarni shu pari bo'ylab, ya'ni manchinchi para deb pari bo'ylab, sur bo'ylab oxiriga chiqiladi. Onu başka sahabalarınki Resulullah'dan soğan suallarga kelgan misallar tafsir haqida intayin ko'p bo'lib, shu misallarning qatoridan Imom Ahmad va Shayxon va ularning boshqa muhaddislar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bu hadisda deydi: "Lamma nazalat hadhihi al-aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin." İman etqanlarni Alloh sifatlar, iman etqanlar kishilarningki bir sifati iymoniga zulmni aralashtirmoq. Ham zulm degan asli har qanday ishning cheketini eshib ketish degan gap. Insonning hayotida unda ishlar bo'ladi emasmi? Mana sifatlagandan keyin bu kishilarga shu vaqt sahablar ig'ir keldi. Ig'ir kelishi chunki insonda cho'qim muqarrar ba'zi ishlarni haddidan oshirib o'tish, ba'zi ishlarda cheketini eshib ketish bo'ladigan ahvol. Agar buni iymonga ta'sir etkazadigan mundaq bir qayd deb tushunib olganda, hammaning iymonining masal chiqadi. Shuni bilan bo'ladi: "Ya Rasululloh, fa ayyuna la yazlim nafsa." Aramızdan kim özgü zulüm kılmaydı? Yani kim adette özgü olsun, başkalığı zulüm kılmaydı. Özü için olsun bazı vakti çekmeyen işler işler bağı diye vaxtıda Peygamber Aleyhisselam innehu leytellezi ta'nun mayadaki ayetteki maksat kılınatqını sili davatkan o gibi emez. Yani leytellezi ta'nun degeni sili maksat kılınatkan o okum emez. Elem tesma'u ma qalel abdus salih sile salih bende yani Lokman ne demekçe? Salih bende degan gapni anglamagan mesela ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim inma huwa shirk. Neyadaki ayetdeki ellezina amanu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin degi zulm demek shirk. Nima uchun bu zulm deb ataladi desa? Chunki Alloh insonni mahluqotlar, zimin mahluqotlaridagi eng ulug' mahluq qildi. Dediki, "Menga ibodat qil, menga itoat qil, menga bo'ysun." Qolgan mahluqlarning hammasi sendan tuvan. Sen her mahluqdan büyük dese, inson uningdan halqab, üzdün tuvan. İnsonga xizmat qilish uchun yaratilgan boshqa mahluqlarga, birisi kalaga ibodat qilsa, birisi quyoshga ibodat qilsa, birisi o'tga ibodat qilsa, birisi toshlarga ibodat qilsa, bu albatta o'ziga berilgan cho'ng bir ne'matni tashlab o'tib, o'ziga berilgan izzatni tashlab o'tib, o'zining tuvan narsalardan tuvan qilib olgan bo'lgan degan zulm bo'lmaydi bo'ladi. Bu bir misal. Yeni bir misalda Tirmizi radhiyallohu rahimahullah Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilib Ali radhiyallohu anhu deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yawmul hajjil akbar kuni haqida, ya'ni hajji akbar kuni haqida so'radim. Rasululloh buni yawmun nahr, ya'ni qurbonlik bo'g'izlaydigan kun deb tafsir. Bu Rasulullohning oyatining qan tafsiri. Ya'ni bir misal. İmam Ahmad ve Şeyhan Ayşe radhiyallohu anhadan chiqqan bir hadisda Ayşe radhiyallohu anha deydi: "Rasululloh men nuqishal hisab uzziba" dedi. Qanday odam inchki hisob qilinsa azoblanadi degandan keyin Ayşe radhiyallohu anhaning kallasiga bir oyat keldi-da, dedim men deydimdi. Alloh fasawfa yuhasabu hisabi yasira demadi. Nama amali o'ngdi birildiganlar oson hisob qilindimi? Amsili hisob qilinganligi shubhasi cho'qim, hammasi qattiq azoblanib ketadi desa. Bu oyatda nama amal o'ngdi birilganlar oson hisob birilsa bu qanday gap degandan keyin Peygamber Aleyhisselam bu asli bunday gap. Ya'ni yuhasabu hisaban yasira degan hisob emas bu yerda. Ya'ni qiyomat kuni amaliy hisob emas. Oson hisob qilinadi degani faqat Alloh bandalarga sen ma gunohni qilding bandam, men ma gunohni kechirdim,
degan gapining o'zi hisobi yasira shu. Faqat innama walakin zalika al-ard degan u bandaga gunohlarini ko'rsatib qo'yiblam, uni mag'firat qilganligini bildirib qo'yish. Eng asosiy hisob degan shu. Ammo amaliy hisob ilinib qolsa, rasmiy qilgan gunohingni jazolayma, qilgan yaxshi ishlarga ajr berma deb bunday hisob olgan sho'p qolsa, insonning yaxshi ishlari qilgan jinoyatiga chiqishmaydi, azoblanadi deb Rasululloh bunda izohladi masalan. Va g'ayru zalika undan boshqa Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Qur'oni Karimda qilgan tafsiri intayin ko'p. Balki Rasulullahninki boshqalar savol so'musimi min g'ayri savol ibtidoan degani o'zligidan qilib bergan tafsirda intayin ko'p. Xuddi Muslimning g'ayri Oqibat ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib deganki, men Payg'ambar alayhisolamninki minbar ustida turib bunday deganligini angladim. Va aidu lahum masata'tu min quwwa qilib quvvat degan nima desa shu vaqtning sharoitida ala va innal quwwa ar-rami. Rasululloh ashablariga oyatni o'qib qilib oyatning oxirisiga al-quwwa degan so'zni izohlab quvvat degan shu etish deb mana izohlagan. Bu Payg'ambar alayhisolamning boshqalar so'musimi qilib bergan tafsirining misoli. Yana bir misol Imom Ahmad va Muslim Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda deydi, Payg'ambar alayhisolam degan Kawsar inna a'taynakal kawsar deki al-kawsar nahrun bir o'stan bo'lib a'tanihillohu Allah bu o'stanni menga jannatni bergan deydi. Demak inna a'taynakal kawsar deki kawsarning ma'nosini Rasululloh birov so'musimi hadis orqali ben. Demak ularning hammasi Payg'ambar alayhisolamning Qur'oni Karimning tafsiriga munosabatli so'zlagan hadislar dal sahobalar o'zining Qur'onni tafsir qilishda mushu manhajni tutganki, agar Qur'onning tafsirini Qur'onda topolmaganida darhol hadislarga murojaat qildi. Uchinchi bosqich hamda, ya'ni sahobalar Qur'onning tafsirini Qur'onda topolmaganida, Qur'onning tafsirini hadisda topolmaganida nima qildimdi? Al-ijtihad val istinbat. Al-ijtihad val istinbat. Ya'ni o'zi biz bayatning darsini boshida degandek, yakunlagan Qur'oni Karimning ma'lumotlari kallasidagi o'zi bilgan asbabun nuzullar, hozir bo'lgan voqeliklar ve biladigan hadislar ve tushungan dinning ruhi, bilgan til qatorliq mushu vositalarga tayinib turib, tafsirini Qur'ondan, hadisdan topamagan oyatlarni o'z ijtihodi bilan tafsir qiladi. Üçüncüsü el-ijtihad vel istinbat. Yani to'liq desek, tafsirul Qur'on bil ijtihad vel istinbat. Agar sahabalar radhiyallohu anhumlar Qur'oni Karimdan tafsirini topamazsa bir oyatning tafsirini yoki Rasulullahning hadisidan topamaganida bular ijtihad qiladi. Çünkü ular xolis arab. Demek bularda ijtihadning salohiyati bor demekçi. Til nuqtasidan bularda ijtihadning salohiyati bor. Bular Qur'oni Karimga tushgunga hozir bo'lgan, amaliy sharoitlarni biladi. Rasulullahning so'rovlari hozir bo'lganki, Rasulullahning Qur'onga bergan izohati va boshqa hadislarning ma'lumoti bor. Qur'on ochiq arab tilidan tushganki, bular til nuqtasidan, til uslubi jihatdan boshqa narsaga ehtiyoj emas. Demak, manda o'rinlarda sahobalar ikkilanmasdan qana qildi, ijtihad qildi. Ama shuni bilish kerakki, Qur'onning ichidan ijtihad qilg'ili bo'ladigan yerlari bor va ijtihad qilg'ili bo'lmaydigan yerlari bor. Ama ijtihad qiladi deganimiz, dal ijtihad qilg'ili bo'ladigan, ruxsat berilgan doirada ijtihad qiladi. Shunda o'tib tur, hada sahobalarning ma'qul ijtihadati fima yahtaju ila ijtihad va i'mal az-zihn. Ya'ni ijtihad qilishga va kalla ishlatishga kerakli o'rinlarda sahobalar ijtihad qiladi. Amniyatda vaqt tawaffarat indahum adawatul ijtihad. Ularda ijtihadning to'liq vositasi to'liq topilgan kishilar. Shunga ijtihad qilsa bo'ladi. Chunki qanday topilgan desa, birinchidan bular arab tilining umumiy qurilmalarini, sirlarini biladi. Mana ma ahvol ularningki tushunchisi arab tilini tushunishga qarashli qo'yib qolgan oyatlarni tushunishga yordam beradi. Masalan, ba'zi oyatlar bor, arab tilini bilsa belgili bo'lgan. Manda nuqtalarda sahobalarda masala yo'q. Chunki ular tilning sohiblari. Ikkinchidan bular arablarning odat axloqlarini biladi. Qur'oni Karimning oyatlarining ba'zisi arablardagi nachar odat, nachar axloqlarni tuzishga kelgachga oyatning qartilmaligini, nega qartilayotganligini, qaysi mazmunni ko'rsatayotganligini arablarning odatini bilgan sahobalar darhol tushundi. Masalan, bumi dal arablarning odatlarini islohot qilish, ularning suluklarini pokizlashga munosabatli oyatlarni tushunishga yordam beradi. Masalan, xuddi Qur'oni Karimdagi innaman nasi'u ziyadatun fil kufr agar oyatni bizga shundan o'qib bersa, biz oldi keyindagi bu oyatning ilgirki arablarning odatdagi munosabatlik tarafini bilmasdan albatta tushunmaymiz. Chunki oyatning o'zini tarjimasini qilsak, kechiktirish kufrdagi ziyodlikdir degan gap. Nimaga kechiktirish? Qanday kechiktirish? Bu nima gap desa, arablarningki urush xumor bir odat bo'ladigan. Gerçi bular urush harom qilingan oylarga qanday qilsa-mo, hurmat qilsa-mo, lekin urush qilg'us kelib ketib, bir manfaati taqishib qolsa, aylarning ismini oldi keyiniga suriblam,
Ma hozir turayotgan oy urush harom qilingan oy bo'lib qolsa, ma oyda urush qilsa sal bo'lmaydigan ish bo'lib qolsa, lekin urush qilg'ish kelib ketdi bo'lib qolsa, oyning ismini keyinga kechiktirib, ma oyning ismini bilak oyga yurishtirib, ayni egiz pas qilib urush qildi. Bularning bunday qilgani ikki xil jinoyat. Birisi urush harom qilingan oyda urush qilganlik tufayli bir jinoyat bo'lib qolsa, oyning nomini egiz pas qilganligi oldi keyinga surganligi texmu ig'ir gunoh. Shu yerda ziyadatun fil kufr degani urush qilganning o'zi bir jinoyat. Ma oyning nomini o'zgartirib egiz pas oldi keyinga qilganning ikkinchi bir jinoyat. Ma texmu ziyod jinoyat deb atmoqchi. Demak, agar shu ahvollarni bilmaganida, men tushunmayman. Ammo sahobalar shuni hammani biladigan gap. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا desa, ma oyatmi uyning keynidan kelish yaxshilik emas desa, bizga qo'yib berilsa, biz hozirgi ahvolni tushunmaymiz. Ammo sahobalar shu vaqtdagi arablardagi umumlashgan bir odatni bildigan bo'lg'achqa, ma oyat ularga nisbatan intayin tushunishlik. Ya'ni sahobalardan ilgirki islom kelishidan ilgirki jahiliyat vaqtida hajga ihrom bog'laganlar uysi kelmoqchi bo'lsa, ishkin kelsa olmaydi deb tamdan tushib ketib yoki uyning keyin chedirdan keyin tushib ketib keldigan. Bu ahvol yaxshilik emas degani bu o'rni yo'q demakchandi. Demak, ma'noga o'xshash oyatlardagi maqsadni shu jahiliyatdagi arablarning odatini biladigan odam tushunalaydi, uni bilmay tushunadi. Sahobalarda dal shu xil odatlarni bilish, odatlarni tushunish ahvoli. Uni qo'g'achqa, ya'ni tushunalgachga arabning odatini bilgach, chunki o'zi arab. Jahiliyat yashab boqqan bo'lg'achqa hammaning maqsadini tabiiy tushunmagan gap. Ma'vo sahobalardagi ijtihodning, salohiyatining ikkinchi omili. Uchinchisi sahabalarning Yahud Nasaralarning Arab yarim orolidagi Yahud Nasaralarning ahvolini bilishi. Chunki Qur'oni Karimda Yahudlarga munosabatlik, xristianlarga munosabatlik, ahli kitob munosabatlik nurg'un hukm bor. Bu hukmlar shularning ba'zi bir o'y fikri, tasavvuri yoki ulardan aralashib boqqan, ularning amaliy ahvolini bildigan odam bo'lmasa, ba'zi narsalarni tushunish tez. Ammo sahabalar ahli kitob bilan qo'shna. Madinada bo'lsa Yahudlar bilan qo'shna, Nejron boshqa tarafda bo'lib qolsa, xristianlar bilan qo'shna. Unda bo'lgandan keyin tabiiylan bular tushunishlikda. Ya'ni Qur'oni Karim tushgan vaqtidagi Arab yarim orolidagi Yahud xristianlarning ahvolini ularning bilishi bu Qur'oni Karimni ijtihod qilsa bo'ladigan uchinchi omil. Mana bu ahvol ma bilganligi Yahud Nasaralar to'g'risida so'zlaydigan oyatlarni bilishga va ular qiladigan ishlarni bilish, ishlarga munosabatlik ular musulmonlarga o'rinlashtirayotgan hiyla mekrlarga munosabatlik oyatlarni bilishga, ma'xil amel, ma'lumotni bilganligi, mushu oyatlarni bilishga bularga yordam beradi. Yu'inuhum ala ma'rifatil aya. Uchinchi vosita. To'rtinchi omil, to'rtinchi vosita bularning itoat qilish salohiyatini bekitadigan bularning asbab nuzulini bilishi. Chunki ular Rasulullohning atrofidalar. Safarga chiqsa billah, o'ttasi billah, qopsi billah, har doim Rasululloh bilan birga o'ltirdi, birga turdi, birga qopdi, birga yashaydi. Oyat tushdi, nima sababdan tushganligini, qaysi savolga javob kelganligini, qaysi masalani yeshayotganligini biladi bular. Chunki ular Qur'oni Karimning tushish ahvoliga bo'lgan, shahid bo'lgan, hozir bo'lgan, voqealiklar, hodisalarga hozir bo'lgan, mush ahvollarni bilish oyatlarning ko'pinchisini tushunishga yordam beradi. Shunlashqa Ibn Taymiya rahimahulloh deydi, sabab nuzulni bilish oyatni tushunishga yordam beradi. Chunki sababni bilish natijani bilishni qoldirdi deb Ibn Taymiya rahimahulloh manda degan. Mal 4-chi omil, 5-chi omil bulardagi fahmi idrok quvvati. Endi Alloh butun zamin ahlidan shu eng oxirgi qiyomatgacha ummatlarga qoldirishni iroda qilgan dinning sohiblariga arablarni tanlashiga sabab endi bulardagi bir xil idrokat, lekin hifz quvvati, tushunish quvvati alohida farq qilinib turadi. Chunki Alloh ularga shuna bir aql tushunishni berganki, bular shu aql tushunishiga tayinib, ishlarning nurg'unlarini oydinlashtirdi. Bu hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahoba radhiyallohu anhumlarningki amaliy tarixidan ma'lumlik berish. Demak, mushu yuqoridagi biz tilga olgan 5 turlik omillar, ya'ni birisi tilni tushunish, ikkinchisi arabning odatini tushunish, uchinchisi Yahud Nasrallarning ahvolini tushunish, asbabun nuzulni tushunish va fahmi idrokdan iborat mush 5 xil omil, ya'ni bi hadhihi al-umur degani mush 5 xil ish bilan sahobalar tafsiri Qur'on hadisga kelmagan nurg'un oyatlarni tushunib ketganki, Qur'ondan topamiz, hadisdan topamiz, ular o'zida shakllangan mushu ahvollarga tayinib turib, Qur'oni Karimni o'zining ijtihodoti bilan tushunadi. Endi shunday bo'lsa-mu bular mushu xil ahvollarda farq qilib chiqadi. Masalan, mayli til bilish deyli, arabning odatini bilish deyli, yahudning ahvolini bilish deyli, asbabun nuzulni bilish deyli, fahmi idrok deyli. Buni inson bo'lg'achqa ma'obdan bilganda avobdan bilmaydi, avobdan bilganda ma'obdan bilmaydi. Unda olganda tabiiylan bularningki farqlanib qolishi aniqda. Shunga o'xshab turdi deyotdi ular. Qur'oni Karimning ma'nilarini bilishda ularning idrokotining farqiga qarab has bergani va ularning tahsilotining farqiga qarab
va ularning aqliy iqtidorlarining farqiga qarab ularning tushunishi ham farqlanadi. Shunglashqa ularning o'tirida tafsirida ixtilof yuz bergan. Tunda inshaalloh buning tafsiloti keladi inshaalloh. Ixtilofati nima uchun bo'ldi, qaysi sababdan bo'ldi deganda. Endi demak, sahobalar tafsirida yetishgan bir tabaqat hisoblanadi. Sahobalarning ichidami alayni yetishgan bir sahobalar va abturmushlarni bizga til qilib davotidi. Vashtahara adadun min as-sahaba bit tafsir. Sahobalarning ichidan bir sahobalar tafsir bilan mashhur bo'ldi degani ko'zga ko'rinib chiqdi. Bular Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, Aisha radhiyallohu anhum ajma'in qatorliq mushu sahobalarning hammasi shu. Endi Mavla tafsirlar mashhur bo'lganlar, ammo yana bu yerda sahobalardan, ya'ni bir sahobalar bo'lib, tafsirda bulardan naql qilinganligini az bir naql qilingan Mavlamiz dangliqlar. Mavldan tuanroq turadigan, naqlisi azroq bo'lganlari va yani hunaka adadun akhar min as-sahaba, yani bu yerda bir sahobalar bo'lib, bulardan tafsirida az naql qilingan. Bu az naqli bularni hani mashhurlik darajasiga apamagan sahobalar va demak buni unutib qolsak olmaydi. Masalan bulardan Anas, Abu Hurayra, Ibn Umar, Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn As qatorliq sahobalar. Demak yuqoridagi sahobalarning hammasi tafsir sohasida, danq chiqqan tafsir sohasida bir ulushi va sahobalar. Ammo sahobalarning ichidagi tafsirdagi rivoyati eng ko'p sahoba, mutlaq ko'p sahoba 4. Bular Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b. Inshaalloh biz hozir darsimizning oxirigacha bu 4 sahobaninki qisqa tarixi, manaqiblari, fazilatlari va tafsirdagi bilan ulushlarini qanaqligini so'zlaymiz. Ammo Ali radhiyallohu anhuning so'zlash hojatsiz. Nimish qo'y desa, chunki hammanglar bilasizlar, Ali radhiyallohu anhu Rasulullohning oilasida cho'ng'ilgan. Rasulullohning ki o'g'li, Rasulullohning tog'asining o'g'li, Rasulullohga tunji iymon etganlarning qatoridan. İslamga dastlab kirgan Rasulullohning butun hayot musobaqasi Rasululloh bilan billa. Tabii, undan boshqa Ali radhiyallohu anhu xalifa, lekin xalifalik vazifasi Rasulullohning vafotidan keyin 20 necha yildan keyin kelgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu, Osman radhiyallohu anhu xalifalik vazifasi o'tigan vaqtlarda Ali radhiyallohu anhu bika. Davlatdan shig'orlashmagan. Undaganda tabiiylam ilmiy emgak qilishga tabiiy sharoiti borda. Undagandan keyin shu 20 yil jarayonida nurg'un tafsirlarni qilib o'tgan, nurg'un darslarni o'rgatgan, nurg'un tafsirlarni o'rgatgan. Mana vaqtidan Ali radhiyallohu anhudan tafsirdan ko'p rivoyat qilinishi ajablanarli emas. Shunga Abdurrahmon aytdi, ammo Ali radhiyallohu anhu buningdagi sabab uning ilmining kengriligi va bikoligi, ya'ni Abu Bakr, Umar, Osman radhiyallohu anhumlarning muddatida xilofatlik vazifasining bikoligi ve Ali radhiyallohu anhu'nunki köp zamanlargacha vafotining kechikkanligi. Bu zamanlarda kishilarning ular Qur'onni tafsir qilib beradigan kishiga bo'lgan ehtiyojidan ko'p bo'lib ketgan. Mishqa islomning doirasi kengayganligi, kiradiganlarning ko'p bo'lganligi uchun bunda ehtiyoj ko'payganlik tufaylidan Ali radhiyallohu anhu'ning masahada alohida ko'zga ko'rinishi, mashhur bo'lib chiqishi, xizmatining ko'p bo'lishi ma'o tabiiy ahvolamdi. Ammo qolgan uchlarninki ahvoliga kelsak, Mavla fali annahum degan chunki Mavla biz hozirgi zaman atalg'usi bilan tafsir maktabi deb o'tiyolaydigan bir xil muhitni hozirlay olgan. Inshaalloh degani bir xil bular tafsirni shunchalik ko'p qilib, bularning ugundiganlarning ko'pligidan bularda bir xil maktab qurgandek, maktab shakllangan degan gap. U ahvollar tuanda 3 sahobaning ahvolini tafsirli so'zlaymiz. Birisi Kufadagi İbn Mas'udning maktabi. Yani maktab deb atadi. Buni nima desa, tafsir o'rgatadigan amaliy ahvolining favqulodda cho'ngib ketganligi, ko'pib ketganligining ifodasi. Endi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu islomga kirgan 6-odam. Demak, islomdagi fazilat intayin yuqori. Makkada Rasulullohning qilib qolsa, Qur'onni oshkor o'qigan tunji kishi. Rasulullohning xizmatkori, tahorat suyi, misvak oyoqlarining sohibi degani xizmatni qiladigan. Rasululloh mangsi oldida mangadigan, yunisi yo'gaydigan, uxlab qolsa uyg'otadigan manda shaxs. Qur'onni Rasulullohga o'qib bergan vaqtda Rasulullohning ko'zida yosh to'kib ketgan ahvollar. Rasululloh deydi, qandoq odam Qur'onni tushirilganidek yep-yangi o'z beti o'qimoqchi bo'lsa demakchi. O'z beti o'qimoqchi bo'lsa, Ibn Abdning qiroti bo'yicha o'qisin. Ibn Abd degani shu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'ningki kuni edi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'ni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Kufaga, shu Kufaning ahliga o'gitish uchun avat mana deganki, men Kufa ahlini
İbni Umma Abd bilan Üzemdan yuqori ko'rdim degani qimmatlik bir o'limani Üzem ep qalmay ularga o'tdim deydi. O innahu min atwalina fawqan degani bilim jihatda, ma'lumot jihatda bizning hammamizdan yuqori va ilmga tushib ketgan bir ko'mzak deb mana sifatlaydi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Kufa kelgan vaqtda Aliga Kufa ahli deydi, biz axloq jihatda, o'g'itish jihatda, suhbatining go'zalligi jihatda, taqvoliqining qattiqlik jihatda Ibn Mas'udni yaxshi odamni, muloyim odamni ko'rib boqmoq. Ya'ni axloqining go'zalligida, o'g'itishning muloyimligida, suhbatining yaxshiligida, taqvoliqning qattiqligida Ibn Mas'udni yuqori odamni qanday boqmoq ko'rib boqmoq deydi. Degandan keyin Ali radhiyallohu anhu deydi, men sizlardan Allohning nomi bilan so'ray, bu sizlarning qalbinglardan chiqar rost gapni degandan keyin ular ha degandan keyin Allohumma inni ushhiduka. Allohumma inni aqulu fi. Yani ey Allah, men o'zimni guvohlik qilib turib Ibn Mas'ud haqida ma'lum degandek yoki buldimmi ortiq baholarni beraman. Yani deyma degani bundan ortiq baho beraman demakchi. Ibn Mas'ud o'zi haqida baho berib, Ibn Mas'ud o'zi haqida baho berib, "Vallazi la ilaha g'ayru." Allohdan boshqa iloh yo'q. Zotilan qasam, men undan boshqa iloh yo'q bo'lgan zotilan qasam, Allohning kitobidan bir oyat chiqib qolsa, mana men shu oyatning kim haqida tushdi, nada tushdi, ma'ni bilmayman. Agar men bir odamni Allohning kitobini mendan bekroq biladi deb bilib qolsam, uxlam qolib qolsam, shu odamning qashqa tugili yetkazalsam, tanaluhul matqaya degani tugi yetkazalsam, la taytu shu odamning qashqa kelib, men shu odamdan tafsir o'rgandim deb o'ziga manda baho bergan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Hijriyaninki 32-yilda vafot topgan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuninki dangliq shogirdlaridan Masruq ibn Ajda tafsirlar ismini anglaymiz. Al-Qamat ibn Qays an-Naxai, Aswad ibn Yazid, Qatada ibn Duama as-Sadusi, Abu Abdurrahman as-Salami, Amr ibn Shurahbil va undan boshqa nurg'un tabiinga tava mufassirlar va bu mufassirlarning hammasining ismi biz o'qiyotgan ummahat tafsirlarda ancha-muncha uchrab turdi. Endi ikkinchisi Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Mekkada. Andavanda Ibn Mas'ud Kufada tug'an. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas Mekkada tug'an. Ibn Abbas bu Rasulullohning tog'asining o'g'li. Hijratdan 3 yil ilgari tug'ilgan. Anasi Lubabatul Kubra bintul Haris, hammasi Maymuna bintul Haris, Rasulullohning ayoli. Dal mushu sharoit Ibn Abbasning ko'p bilimli sharoitiga yig'ilgan. Birisi Rasulullohning tog'asining o'g'li. Ama hammasi Rasulullohning ayoli o'g'at, mahram bo'lalaydi emasmi? Rasulullohning uyiga erkin kirib chiqalaydi, qunalaydi u uyda. Rasululloh bilan uzun zaman bunda ayrılmay hemsohbet bo'lish fursati bor. Agar hammasi Rasulullohninki uyida bo'lmagan bo'lsa, qancha tag'isini o'lib qolsin uyga hali qancha kirmaydi. Ammo tag'i hammasining soyasida uyga kirib Rasulullohning ba'zi ichki ishlarini hammasini so'raydi, ba'zi masalalarni o'z kuchidan ko'radi, Rasululloh bilan birga qunudi. Demak, mushlarning hammasi Ibn Abbosning tafsirida yetilishiga alohida ta'sir ko'rsatgan amillar. Ibn Abbas haqida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni'ma tarjumanul Qur'on Ibn Abbas. Ya'ni Ibn Abbas pek yaxshi Qur'onning tarjimoni, Qur'onning pek yaxshi tarjimoni deb manda baho bergan. Ibn Umar radhiyallohu anhu Ibn Abbas Allah Muhammad alayhisolamga tushirgan Qur'oni Karimni biladigan, qilib qolganlarning ichidagi eng biladigan odam deb manda baho bergan. Ibn Abbas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilib, Allohumma faqihhu fid-din va allimhu ta'wil deb mana duo qilgan. Tavus Ibn Abbasning shogirdi. Boshqalar Tavusga dediki, sen mushu kichik balada o'qamsan. Lazimda degani, lazima degani o'qishdiki qishdan ayrilmay, davomli birga yurib o'qishni lazima deb ataydi. Sen mushu Ibn Abbas mush kichik balada o'qamsan. Rasulullohning sahobalaridan cho'ng-cho'ng sahobalarni qo'yib qo'yamsan degandan keyin bu javob berdiki, men Rasulullohning sahobalaridan 70 odamni ko'rdim. 70 odamning oldida o'tirib baqdim, o'qib baqdim, ilm o'rganib baqdim. Ular biron masalada ixtilof qilsa, Ibn Abbosning so'ziga qaytadi deb manda baho bergan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Hijriya 68-yilda vafot bo'lgan. Endi Ibn Abbas favqulodda tafsir sohada bir rumuz, simvol xarakterli ko'p qolg'achqa, o'sha tafsirda yolg'on tafsir to'qiydiganlar Ibn Abbosning nomini to'qiydi. Xuddi hadisda yolg'on hadis to'qiydiganlar Abu Hurayra nomini to'qiganda, chunki ko'p hadisni ko'p rivoyat qilgandan keyin boshqa gumonlanmaydi deb o'ylamdi. Tafsirda yolg'on tafsir to'qiydiganlar Ibn Abbosning nomini to'qiydi. Shunda o'tadi Ibn Abbosning tafsiridagi
makonat degan darajasi va cho'ng o'rni tufaylidan Ibn Abbosning nomidan mushbobda tafsir babida to'qimachilik ko'payib ketgan. Shu Ibn Abbosdan deb keladigan rivoyatlar ham mana xuddi hadisni aniqlaganga o'xshash, hadisni so'ztiqanga o'xshash so'ztiq qilish kerak. Ibn Abbosning dangliq shogirdlaridan Mujohid ibn Jibr, Said ibn Jubayr, Tawus ibn Kaysan, Ata ibn Abi Rabah, Ikrima Mavla ibn Abbos qatorliqlar dangliq shogirdlari. Bularning ismi tafsirlarda, bularmi tafsir bil ma'thurlarda ko'p uchraydi. Uchinchisi Ubay ibn Ka'bning Madinadagi maktabidagi Ubay ibn Ka'bning Madinadagi qilgan tafsirlari. Ubay ibn Ka'b Ansarlardan Xazraj qabilasidan Aqabaga qatnashgan, Bay'atul Aqaba demakchi. Badrga qatnashgan Rasululloh Madinaga kelgandan keyin Rasulullohga vahiy yozib bergan tunji yozuvchi. Undan keyin buning qorilarning xo'jasi deb nomi bor va Rasulullohning vahiy yozuvchilarining birisi. Rasululloh Ubay ibn Ka'b haqida ularningki Allohning kitobini eng obdo o'qiydigan Ubay ibn Ka'b deb mandaq bir hadisi bor. Bahas Rasulullohning o'zining bergan bahasi bor. Anas Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Payg'ambar alayhisalom Ubay ibn Ka'bga bunda bir degan ahvol bor. Allah meni san o'qib berishga lam yakunil ladina kafaru degan mush oyatda san o'qib berishga buyurdi degandan keyin bir xil hayajonlanadi adam. O'ylab baqmamliqi Xoliq zot alohida ismini tilga olib bunda buyruq qilgandan keyin dediki, "Va sammani lak ya Rasululloh, mening ismimni tilga olib sizga ha degandan keyin yig'lab ketdi." Bu bir xil hayajonlanish. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning xilofatlik davrida vafot topgan. Undan keyin Ubayni o'qigan, Ubayning tafsirlarini rivoyat qilgan keyingi tabiinlardagi dangliq mufassirlardan Abu Aliya Riyahi bu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan tafsir sohasida cho'ng bir to'plam nusxani rivoyat qilgan bo'lib, Ibn Jarir Tabari mushu to'plamdan Ibn Abi Hatim nurg'ularini chiqargan, Hakimning o'zining Mustadrak degan kitobida mushu to'plamdan olgan, Imom Ahmad ibn Musnaddan mushu to'plamlardan nurg'un tafsirlarni olgan. Endi mushu Ubay ibn Ka'bning dangliq shogirdlaridan birisi Abu Ali Riyahi, Zayd ibn Aslam, Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi, uning o'g'li Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b qatorliqlar mushu Ubay ibn Ka'bning dangliq shogirdlari hisoblanadi. Tamam. Demak, shuni bilan biz yuqoridagi 3 sahobani bo'lgan qisqacha tunishtirishimiz mana oxirlashdi. Endi men muhim masaladan birisiga keldik. Bir sahobaning Qur'on haqida qilgan shaxsiy tafsiri. Sahobalarning emas, bir sahobaninki, masalan bir oyatning tafsiri Qur'onda yo'q, hadisda yo'q. Endi bir sahobaning bu oyatga bergan bir o'zining ijtihod bilan qilgan bir tafsiri bor ekan. Mushu tafsir erishga tegishlikmi? Ya'ni demakchi uni mulzammi demakchi, vojibmi demakchi. Yoki umum bir mufassirning ijtihodi qatorida hisoblanib, yana boshqalar o'z oldiga ijtihod qilib bulamdi, bo'lmamdi degandek bir xil hukm. Sahobaning tafsiri, bir sahobaning tafsiri ikkiga bo'linadi. Birisi bu tafsir agar ra'yiga o'rin bor, ra'yiga o'rin yo'q ishlarning qatorida bo'lsa, masalan Qur'oni Karimda ra'yi ijtihod qilolmaydigan, masalan g'aybiya ishlar, asbabun nuzulashni o'xshagan. Buningki marfu'ning hukmida erish vojib degan. Chunki bunda oyatlarda sahoba hargiz o'z ra'yilan demaydi. İctihad qilolmaydigan yerda sahoba gap qilgan bo'lsa, buning gibi cho'qim bu sahoba ma'lum aniq manbadan Rasulullohning olgan bo'ladi, o'zi chaqlab degan bo'lmaydi. No'g'anda buning bu mavquf hadisiga hadis hisoblanib, hukm jihatda marfu'ga nisbat berilib, buni elish vojib. Xuddi hadisga muomala qilgan o'xshash muomala qilish vojib bo'ladi. Agar sahobaning mushu qilgan tafsiri andan boshqa ishlar olib qoldi degani, ijtihod qilsa bo'ladigan normal ya olib qolsa, bu sahobaning ijtihodiga qaytadi. Nima qaytadigan ishlarni olib qolsa, bu tafsir mavquf bo'ladi, sahobaga mavquf bo'ladi. Agar shu sahoba shu tafsirini Rasululloh isnod qilib, Rasululloh bunda dedilam demasa, sahobaning o'zining gapiga hisob. Ba'zi ulamolar misha kelgan vaqtida sahobaning mavquf tafsirini elish vojib deydi. Mishqa chunki bunda boshqa yo'q alohidlik va qanday alohidlik bor? Bular ko'rgan nurg'un qarina, ahvollar borki, bular xos bo'lgan boshqaligi yo'q. Chunki boshqaning unda pulsi yo'q. Sahobalar alohida iltifot qilishgan qarina ahvollar va buni ko'rganlik uchun buni boshqa bilmaydiganini biladi. Shu bunning tafsirini mavquf bo'lsin elish kerak deydi bir qism ulamolar. Ibn Taymiya shu qatorida shu vaqtida sen tafsirini Qur'ondan topolmasang, hadisdan topolmasang, shu haqda sahobaning so'ziga qaytsang bo'ladi. Chunki bular buni eng obdan bildiganlar. Nimishqa buni ko'rgan qara'inlar tufaylidan Qur'on emasmi, iborat xato bo'lib qopti. Lima shahaduhu min al-qara'in. Qara'inlar tufaylidan va bular
xos maxsus xos bo'lgan ahvollar tufaylidan va bularning to'liq tushunchisi va to'g'ri ilmisi bo'lganligi bo'libmi sahobalardagi ulamo cho'nglari texmo mashtavoldi. Mao alaqa kimlar alaqa bir qism elish sahobaning mavquf tafsiridan elish vojib deganlarninki ko'z qarashi. İmam Zarkashi rahimahulloh deydi. İmam Zarkashi degan tafsir ilindigan ummahat hisoblanadigan bir shaxslarning birisi o'zining kitobida mushaq so'zlab kelib, ilgirgi bir turni so'zlab bo'lgandan keyin ayg davomi ham ikkinchisi deb kelib, sahobaning so'zini elish deb ma'ni o'tirib qo'yib, chunki u sahobaning tafsiri ularning nazarida Rasulullohga marfu'ning hukmidagini sahoba har gün o'zining ra'yi bilan asosan demaydi. Buni deganlarning hammasi ya Rasulullohning anglamaganlari yoki anglamagan taqdirda Rasululloh anglag'ancha undaganda hukmi jihat marfu'ga asosak bo'ladi deb Imom Hakimning tafsiri degandek mushuni naql qilganlar. Yana bir o'rinda sahobaning tafsiriga har qancha qilib ammaslikqa bana yo'q. Yunzaru fi tafsir sahobi degani sahobaning tafsiriga qaraladi. Agar uni til nuqtasini tafsir qilsa, yana chatoq yo'q. Chunki ular til ahli. Ularga tanishi shak yo'q. Tilni obdan biladigan odamlar. Agar uni ko'rgan asbab va qaroinlar, dalil faktlarga qarab o'zi ko'rgan tafsir qilsa o sahoba, yana shak yo'q. Chunki shu vaqtdagi sharoit, shu vaqtdagi amaliy jarayon Qur'onning tafsiri bo'lishga yaraydi deb İmam Zarkashi sahabiyninki mavquf tafsirini elish vojib ekanligini ta'kidlashga tuvandagi dalillarni kelgan. Shuning bilan bugungi darsimiz, ya'ni sahobalarninki tafsiridagi manhaji ve sahabalarning ishidagi dangliq sahabalar ve bulardan 3 sahabaning ahvoli, andan bir sahabaninki qilgan tafsiriga tutgan qilgan tafsirining hukmi qatorliq masalalardagi asosiy mazmun tugidi. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda tabiinlarning davridagi tafsir haqida so'zlaymiz. Bugungi darsimiz mushawaran oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.